Yajuj va Majuj to'g'oni ochilib, ular har bir tepalikdan oqib keladilar. Ana shu Zulqarnayn to'sgan to'g'on yorilgan kunda har qanday devalikdan xuddi dengizni to'lqinlari birini ustidan ikkinchisini oqlab kelgandek, shunday ko'p bo'lib keladi ular. Vaqtarabal va'dul haqq. Haq va'da qiyomat yaqin bo'ldi. Yajuj va Majujning chiqishligi qiyomatning yaqin bo'lganligining eng katta, eng asosiy alomati. Yajuj va Majuj to'sig'i Nabiy sollallohu alayhi vasallam bosh davridan boshlab teshildi va ana shu kundan boshlab kattayapti, birodarlar. Buxoriy keltirgan hadisda Zaynab binti Jahsh, bu ayol Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollaridan ummahatul mu'minin. Zaynab onamiz aytadi: kunlarning birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam mening oldimga bir qo'rqqan, bir narsadan cho'chigan holatda kirib keldilar. Ya'ni boshqa rivoyatda cho'chib uyg'onib ketdi uyqusidan deydi. Uyg'onib aytdilarki, yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin.